Hissiyat ve Uygurlar. Avtori Mevlan Yasin. Uygurlar hazır bir işni muloyiza ve muzakir qilganda o'zining hissiyatini ifodalash bilan barliq energiyasini isrof qilib kordan chiqib ketyotadi. Voqealarni tasvirlash va uni hal qilish uchun tadbir izlash bosqichiga zodi yetolmaydi. Uygurlar hissiyatni ifodalash bosqichida intayin hayajonlanib, qattiq achchiqlab, tipchaklab, maydasini mushlab, qattiq terikib, besh sangilab, demi ichiga tushib, kordan chiqib bo'ladi. Shu voqealarni dunyoga obrazliq tasvirlab berish bosqichiga yetolmaydi. Hozirmi Uygurlar asosiy jihatdan Xitoyga bo'lgan nafratini ifodalash bilan to'xtab qoladi. Xitoyni zolim, qonxo'r, yovuz, qabih, qotil, yirtqich, shafqatsiz deganga o'xshash so'zlar bilan tillaydi. Lekin Sharq Turkistonda bo'layotgan fojialik ishlarni bir-birlab tasvirlab yozilgan isbotnoma, xotirlagan hujjat yoki hujjatlik film yetarlik emas. Asosan Mehrgul Tursun, Zumrat Davud, Tursunay Ziyoddin, Qalbinur Sidiq, Sayragul Savutboy, Zafargul Jumatay, Umar Bakkali, Gulbahor Xotvaji, Gulbahor Jelolova qatorliq shohidlarning guvohlari va Erkin Osiyo radio stansiyasi muxbiri Shuhrat O'shirning Sharq Turkistonda turishliq Uyg'urlar bilan elib borgan ziyoratlar bilan cheklangan. Albatta, ko'plagan chet elliklar oshkorlagan nurg'un faktlarni o'ttirg'a chiqdi. Bular Amerika va G'arbning Xitoyga yurgizgan va yurgizayotgan bir yurish jazolariga turtkilik kuch bo'lgan bo'lsa-mu, Uyg'urlar uchrayotgan g'oyat zo'r erkiy qirg'inchilikni eng yaxshi holdimi yuza tasvirlashdan boshqa narsa emas. Shuning uchun Sharq Turkistonda Uyg'urlar tatiyotgan fojialik voqealar boshqalar YouTube'larga selib qo'ygan bir mushukning mashina voqeasida o'lib ketganchilik insonlarga ta'sir bo'lmayotdi. Hissiyat bizning kundalik turmushimizni, so'zlaganda ovoz to'lqinimizning egiz-past bo'lishini, bir ishqa yoki bir insonga bo'lgan g'azab yoki minnatdorligimizni ifodalab berdi. Hissiyat xushalliqdan etilib chiqqan kulkimizga, g'azabdan portlagan nafratimizga, afsuslanishdan o'q tortishimizga, norozilikdan chiroylarimizning qizirishiga diktatorlik qiladi. Lekin voqealarni va tarixni tasvirlayolmaydi. Hissiyatdan o'zini ozod qilgan millat dunyoga o'zining maqsadini tanita oladi va o'zining maqsadini anglaydigan anglovchilarni topa oladi. Uyg'urlar nima uchun hissiyatchan bo'lib ketganligi to'g'riliq qisqa ko'z qarashimni so'zlab o'tay. 1950-yillardan boshlab Xitoyning elib borgan Uyg'urlarning kimligini yo'qotishni nishon qilgan harakatlar birga ulab yana biri to'xtamay davomlashib keldi. Masalan, yerlik millatchiga qarshi banditlarni tozalash, ta'tir inqilobchilarni bostirish, 3ga qarshi, 5ga qarshi harakat, sotsializm tarbiyasi harakati, davlat bilan shaxslar sherikchiligi, o'ngchillikqa qarshi turish, cho'ng sakrab ilgirlash, to'tni tozalash, madaniyat inqilobi, burjuaziya erkinligiga qarshi turish, ro'yi bulg'anishni tozalash, radikallarga qarshi turish, bölgünçilikka qarshi turish, jasuslikka qarshi turish qatorliq sanab bo'g'ilib bo'lmaydigan harakatlar. Bu harakatlarning har birisida yuzlagan, minglagan Uyg'urlar, bo'libmi Uyg'ur nopsini ko'paytiradigan yoshlar qirg'inchilikqa uchirdi. Uyg'urlar mushu harakatlarning qaynimida jon talishib yashab keldi. Bu harakatlardagi jonliq shuvar tovlashlar, o'chini elish va jon berish uchun bir-birining ustidan shikoyat, qorlash va muttahamlik qilishlar. Radio va kanallarda kishilarni kurash qilib jinining bericha tovlaydigan shuvarlar va jangovarlik inqilobi naqshilar. Xitoyga sodiqligini bildirish uchun qo'lini ko'tarib ichayotgan qasamlar, dard alamda chekayotgan tamaka va ichayotgan aroqlar. Bo'yinlariga taqtay esib, dongchilib, ko'chima-ko'ch qilayotgan sazoylar, siliq so'zlarni burjuaziya deb tanqid qiladiganlar. Balalarga o'smir vaqtidan tartib maktablarda yolg'on so'zlashni o'rgatishlar va atrofidagi insonlarni dushman qilib ko'rsatishlar.
Acizlarni bo'zaq qilish va to'xtamay odamlarni har xil qiyin qistoqlarda o'ltirgan ko'rinishlar. Ig'ir tuhmat va qarchaplashlardan qutulanmay, ichiga to'shib ketgan g'azab va achchiqlar. Yana yezib bo'g'ini va etib bo'g'ili bo'lmaydigan vaqazalar. Uyg'urlar turmushining bir qismiga aylang'ashqa, qalbida tinch yashab, aql va zehn ishiltib bir ish qiladigan fursat zodi bo'lmagan va tarixdan tortib tarbiyalanib kelgan qalbi tinch madaniyatimiz Xitoyning elib kelgan harakatlarida ajallik vayronchilikqa uchragan. Qalbi tinch insonlar aql va tafakkur qila oladi. Qalbi tinchlikda insonlar o'zining kuchini yig'a oladi va aqlni sog'lom tuta oladi. Uyg'urlarda bunda qalbi tinch vaqt zotili bo'lmagan. Uyg'urlarning ichki qalbi va dili tinch bo'lmag'achqa, logikalik tafakkur bilan ish qilishga intilanmaydi. Qiziqmaydi yoki bunda qalbi tinchlik bilan ish qilsa, xumodan chiqmaydi. Xitoyning bizning madaniyatimizni buzib qozongan bir g'albisi Uyg'urni o'zaro jidal qilishga xumor qilib qo'yganligidan iborat. Shuning uchun Uyg'urlar qarish tarafning ko'z qarishiga qo'shilmasa, yoki qarish tarafni tanqidlamoqchi bo'lsa, yoki qarish tarafni bir faoliyatga chaqirmoqchi bo'lsa, logikalik tafakkur orqali o'zining ideyasini o'ttirg'a qo'ymaydi. Ovozini ching chiqarib to'lash orqali, alfozini buzish orqali, axloqsiz tillar bilan tillash orqali, qarish tarafga qalpoq kiygizish va qo'rqitish orqali qarish tarafga shafqatsiz va qabih so'zlar bilan hujum qilish orqali o'zining mavjudligini, qilmishining donoligini, nufuzining ustunligini, qobiliyat iqtidorining a'lo ekanligini, o'ziga hech qandaqining cheqilishga bo'lmaydiganligini bildirdi. Qalbi tinchlik bilan logikalik tafakkur yurgizmagan odamning ichki dunyosi oldirang'u va qiziq bo'ladi. O'zining maqsadiga yetish uchun qo'lidan keladigan vositalarni qo'llanadi. Bu vositalarning qanchalik razilligidan qat'iy nazar. Qarish tarafni tillab va qorlash orqali ustunlikni elishga tirishadi. Eng yomon yeri bular o'zi qilmagan ishlarni boshqalarning qilishini xohlamaydi. O'zi erishmagan narsani yoki erishishga umid qilmagan narsani yo'qotib etishga yoki xarob qilib etishga intiladi. Boshqalarning uni qilishini vijdoni ko'tarolmaydi, qabul qilmaydi va hasadxo'rlik qiladi. G'arbliklar bilan Uyg'urlarning bir farqi, g'arbliklar fan texnikada ilg'or va iqtisodda taraqqiy qilgan bo'lib qolmay, ularning qalbi Uyg'urlarga qaraganda tinch keladi. Eng qiyinchilik vaqtlardami qalbini tinch saqlab, masalani hal qilishning yo'lini izlaydi. Har qanday ahvolda qalbning tinchligini saqlay olishi g'arbliklarni har qachon, har joyda bir butun gavdiga va birlikka kelgan kuchga aylantirdi. Shuning uchun ular oz kuch bilan jiq ishni qila oladi. Bozorlarda doim bunday ko'rinishni ko'ramiz. Melini maqtab eng unlik to'lg'an odamning meli eng nachar. Neni kech Navoiyning uni cho'ng degandek. Og'izni buzib tillash bir xil ojizlikning va logikalik tafakkur yurgizolmaganligining alomati. Qalbi tinch odam tillash va vaqirash orqali o'zining mavjudligini bayon qilmaydi. Qalbning, ya'ni ichki dunyosining tinchligini saqlayolmag'achqa Facebook yoki WhatsApp applarida muzokara oz. Faqat bir-birsiga hujum qiladigan muloyiza yetarlik. Masalan, hozir chet elda yashayotgan Uyg'urlardan Sharq Turkistonga tuqqan yo'qlashga qaytib ketib qolgan Uyg'urlarning soni kundan-kunga ko'payyapti. Bu Uyg'urlarning Sharq Turkistonga qaytishi Uyg'urlarning xalqaro davosiga pasib ta'sir etib keladi va Xitoyning Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchiligini xalqaroda yo'q chiqarish siyosatiga to'kib qo'shadi. Lekin bu masalani qanday hal qilamiz? Chet eldagi Uyg'urlar, tashkilotlar va shaxslarning tadbirlari asosan bularni qattiq tanqidlash, hatto tillash bilan cheklanadi. Lekin bu usullar bu masalani hal qilishga hech qanday roli bo'lmaydi. Bundan keyin bunda qaytadiganlar bag'ansir ko'payadi. Buning Uyg'urlar davosiga akelgan salbiy ta'sirini hissiyotchan tillashlar bilan hal qilgani bo'lmaydi.
Bu 100 yilda Uyg'urlardan bir siyosatchi chiqmadi. Siyosatchi degan masalalarga duch kelganda tillaydigan so'zni tanlamaydi. Bahoni sabab ko'rsatmaydi. Hal qiladigan chora-tadbirlarni izlaydi. Shunda qila olgan odamlarni yetakchi deydi. Uyg'urlar elib ketib borgan har qanday faoliyat bir-birini tillaydigan xoralga aylanib ketib bordi. Qiziqqonlik faqat bizga mag'lubiyat elib keladi. G'alba elib kelinmaydi. Uyg'urlar faqat o'zi eng o'sh ko'radigan odamlar bilan tinch parang qila olganda vatanni ozod qiladigan xarit sizib chiqa oladi.